1000 AQSh dollari miqdoridagi porani rad etgan yo'l-patrul xizmati xodimi mukofotlandi. Navoiy viloyatida yo'l-patrul xizmati xodimi mast haydovchining otasi taklif qilgan 1000 AQSh dollari miqdoridagi porani rad etdi. Hodisa 7-aprel kuni Karmana tumanida yuz bergan. Samarqand-Navoiy yo'nalishida harakatlanib ketayotgan Lacetti avtomashinasi to'xtatilganda haydovchi mast holatda avtomobilni boshqargani aniqlangan. Ertasi kuni haydovchining otasi hujjatlarni sudga yubormaslikka, avtomobilni esa jarima maydonchasidan chiqarib berish evaziga inspektorga pora taklif qilgan. Yo'l-patrul xizmati xodimi bu haqda ichki ishlar organlariga xabar bergan va fuqaro pora berishga uringan vaqtda qo'lga olingan. Kapitan Sherbek Turxonov halolligi uchun 12 million 360 ming so'm miqdorida pul mukofoti bilan taqdirlangan. Xo'sh, ushbu jarayonga sizning munosabatingiz qanday? Fikrlaringizni izohlarda qoldiring va Anhor.uz'ni kuzatishda davom eting.